Avvalo assalomu alaykum. Bugun videoda reklama tayyorlashni o'rgataman, mahsulotni reklamasini tayyorlashni. Bundan bir nechta hafta oldin Instagram sahifamda o'rta va kichik bizneslar bo'lsa, menga kim birinchi mahsulotini yuborsa, ana shuni mahsulotni reklama qilib beraman, dars qilib, ham mahsulotni reklamasini beraman bepulga va o'rganib oladi degan maqsadda yozgandim. Birinchi yozgan odamga va menga aloqaga chiqishdi. Xullas, mo'yishli sredstva bor ekan, Billur degan. Mana shuni reklama qilishimiz kerak. Hozir ko'rsatib beraman shuni. Sahifalariga kirdim. Sahifalariga kirganinglarda birinchi bo'lib istaydigan narsa oq fonda yaxshi formatda rasmi bo'lishi kerak. Yorug' ko'ringan, chekkasida soya, poya bo'lmasi kerak. Ana shuni istayapman, lekin bularda yo'q ekan bu narsa. Mana shuning uchun men Google ga o'tdimda Billur Gel deb yozdim va mana bu yerda saytlari chiqib keldi. Saytlariga o'tdim. Mahsulotlarga o'tamiz. Va yaxshi bu yerda mahsulotlari sifatli rasmga olingan ekan. Mana shu yerdan istalganini olamiz bittasini. Sichqonchani o'ng tomonini bosib, сохранить kartinku qilib saqlab olamiz rasmni. Ikkinchi qadam, biz rasm bilan reklama qilayotganimizda mahsulotimizni rasmi sifatli bo'lishi juda muhim, chunki video qilganimizda bu videoda yurganda har xil nimalar paydo bo'ladi, chiziqlar. Mahsulot sifatli bo'lmasa, yozilgan yozuvlari boshqalari yaxshi ko'rinmay qoladi. Ana shuning uchun qaranglar, mana buni kattaligiga qaranglar, 1080 ga 1350 ekan, bizga bu kichkina, shuning uchun buni kattaytirishimiz kerak. Menda kompyuterimda Upscale degan bepul rasmni kattaytiradigan instrument bor, dastur bor. Mana shu dasturni shu gruppaga tashlab qo'yaman. Kirib ko'chirib olsanglar, mana bepul dasturlarga tashlab qo'yaman, kirib ko'chirib o'rnatib olsanglar bo'ladi kompyuteringizga. Bu yerda hammasi juda oson, mana yozib qo'ygan qadamma-qadam. Bu yerda birinchisida rasmni tanlaymiz, qaysi rasmni qilishimizni. Bu qolaveradi, standart yaxshi ishlaydi. Mana bu yerda faqat buni kattaytirishni 5-6 qo'rmalar kompyuteringizga qatib qoladi. 2 yetadi, chunki agar 2 qilganingizda mana buni qaranglar, 4320 ga 5400 deyapti. Agar yana ham yaxshi qilmoqchi bo'lsangiz 3 qilinglar. 4 qilsanglar bo'ladi, lekin 5 dan oshirib olmanglar. Mana bu 4 qilaman. Bu yerda qaysi papkaga tayyor natijani qaysi papkaga chiqarish ko'rsatiladi. Men mana shu rasm bor papkani ko'rsatganman. Kattaytirish tugmasini bosamiz. Hozir tekshiramiz. Qaranglar, mana pastda bizni kattaytirgan rasmimizni ko'rsataman va tepada oddiy holatdagi rasm. Mana sifatiga ahamiyat beringlar rasmlarni. Mana sifati. Mana shunaqa narsa haqida aytgandim, bunday bo'linish bo'lib qoladi. O'shandan shu narsalar videoda odam ushlab reklama qilganda shu narsalar bilinib qoladi. Yozuvlari ko'rinmas bo'lib ketadi. Ana shuning uchun bunaqa tiniq qilish kerak. Pastda mana kattaytirgan rasmimiz, mana bu o'zi oldingi holat. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi qadamimiz flowga kiramiz. VPN yoqish esdan chiqmasin, VPN ni yoqamiz. Qaranglar, flowga kirganda rasmlarni mahsulotni reklama qilish uchun bizga kredit kerak bo'ladi. Mana shu yerda kredit faqatgina VO2 quality ishlaydi. VO3 da yoki buni uchalasida ishlaydi, faqat VO2 quality ishlaydi. Ana shuni tanlaganimizda bu ham 100 kredit oladi. Ya'ni VO3 da ovoz chiqaradigan sifatlisidaqa kredit oladi bir xil. Bitta mana shuni tanlaymiz va mana bu yerga birni qo'yamiz, ikkita qilib olmaylik, 200 oladi. Keyingi qadam, mana bu yerda video pobrassamni tanlaymizda, mana bu yerda mana 3 ta rasm paydo bo'ldi. Endi men birinchi navbatda nima qildim? Birinchi navbatda men prompt yozdim. Mana zamonaviy ammo an'anaviy kiyingan qiz, xullas, mana shu promptni yozdim. Qo'lida butilka ushlab turibdi, reklama qilish kerak deb. Mana shuni ko'chirib olsanglar ham bo'ladi, pauza qilib. Mana shu promptni yozib, Midjourneyga bordim, chunki Midjourney odamlarni yaxshi sifatli chiqaradi. Mana shu yerda mana shu qiz menga yoqdi. Mana shu qizni oldim. Mana shu qizni ko'chiramiz, tayyor. Mahsulotimizni ushlab turibdi, boshqa. Undan keyin menga bu qiz turadigan joy kerak, ya'ni mahsulotni qayerda reklama qilish kerak, ko'chada yo boshqa joyda degan. Ana shuning uchun men Google ga borib, fon chiroyli uy deb istadim va birinchi uy menga yoqdi. Misol uchun mana bu uy menga yoqdi. Mana shu uy menga yoqdi. Mana sichqonchani o'ng tomonini bosib, mana bu yerda rasmni ochish degan vkladkasi bor. Shuni ochsanglar, rasm o'zi ochiladi. Mana bu katta. Agar bu rasmni olmoqchi bo'lib ustiga bossanglar, mana sayt ochiladi, bu yerning ichidan istab, yana baribir mana shuni bosib ochish kerak. Mana buni oldik, buni saqlaymiz. Qiz bor, mahsulot bor, uy bor, bizga kerakli narsalar bor. Chalg'imaslik uchun eski nimasini, hajmi kichkinasini o'chirib olamiz. 3 ta mana holatimiz bor bizda.
Endi flowga o'tamiz. Mana shu yerda birinchisini bosib, ana shu qizni yuklaymiz. Men bu yerda yuklaganman uchalasini, mana ko'rsataman. Mana shu qizni tanlaymiz. Birinchisiga aslida navbatdan farqi yo'q. Xohlagan joylarga xohlagan produkt qo'yaverasizlar. Ikkinchisiga mana shu mahsulotimizni tanlayman, yuklangan. Uchinchisiga mana shu uyni tanlayman va bu yerga promptni qanday yozaman? Prompt yozish uchun men GPT ga o'taman. Men GPT da tayyor o'qitilgan VO3 da chiqaradigan, generator chiqaradigan assistentim bor. Mana shu kerak bo'ladi menga. Mana shunga bosamanda bu yerda uchala mahsulotni ko'rsataman va prompt yozaman. Menga mana shu rasmni. Mana shuni olamiz. Promptimiz tayyor. Mana shuni olamiz va flowga borib, mana shu yerga prompt qo'yib, mana bu tugmani bosamiz. Bu uzoq jarayon bo'ladi. Bu taxminan 4 minut, 5 minut vaqt ketadi. Mana shuni bosamiz va sizlarga natijasini ko'rsatib qo'yaman. Natijasi qanday bo'ladi? Xuddi shunday bo'ladi, faqat natijasi mana video chiqqanini ko'rsataman. Mana tayyor videomiz mana shunday holatda bo'ladi. Qaranglar. Mana qo'lida mahsulotimiz ushlab turgan qiz, mana orqada biz bergan uy, ahamiyat beringlar. Mana bu qiz, mana bizning mahsulotimiz отбеливатель reklama qilyapti. Videomiz tayyor bo'lgandan keyin bu yerda bitta muammo bor, ovoz yo'q. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu VO2, shuning uchun ovoz yo'q. Buni qanday qilamiz? Xuddi shu ssenariyni olamiz. Xuddi chunki ahamiyat berishinglar kerak bo'lgan narsa VO3 da agarda biz video generatsiya qilyapsak, VO3 ovozini mana shu personajga qarab, ya'ni mana biz berayotgan aktyor deymizmi, mana shu aktyorimizga qarab ovoz chiqaradi. Masalan, yoshiga, boshqasi. Ana shuning uchun xuddi shu ssenariyni olamiz. Xuddi shu ssenariyni olamiz. Mana bu yerda chiqarganimizni olamiz. VO3 tanlaymiz. Bu yerga mana bu yerda VO3 da pabizlar ham yo'q. Mana video по описанию qilamiz. Va bu yerda mana dialogini Billur bir narsa deyapti. Mana shu dialogini o'zbekchaga o'giramiz. Billur oqartirgich so'zini olamiz. Billur bilan desa bo'ldi. Mana shu holatda bosamiz. Va men sizlarga hozir natijasini ko'rsatib beraman. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Billur bilan kiyimlaringiz doimo yorqin oppoq, uyingiz esa yanada toza va xushbo'y tuyuladi. Mana bu videoda olamiz. Bu yerda hajmi muhim emas, kichkina formatda olamiz. Mana bu yerda hajmi muhim, katta formatda olamiz. Birinchi holati ovoz yo'q holati VO2 da chiqarganimiz reklamani mahsulotni tayyorlab oldik. Ikkinchi masala nima qildik? Biz borib videoda VO3 da ovoz chiqarib oldik. Billur bilan kiyimlaringiz doimo yorqin oppoq, uyingiz esa yanada toza va xushbo'y tuyuladi. Mana shuni olamiz, ovozini olib, mana bu ovozni mana bu videoga qo'yamiz. Billur bilan kiyimlaringiz doimo yorqin oppoq, uyingiz esa yanada toza va xushbo'y tuyuladi. Reklama uchun normal holat bu, chunki televideniyalarga ahamiyat bergan bo'lsanglar, Amerikadan, ruslardan reklamani oladi-da, o'zbekcha dublyaj qilib qo'yaveradi. Ovoz qimillashiga reklamada aynan ovozga ahamiyat bermaydi. Aynan mahsulotning o'ziga ahamiyat beradi odamlar. Lekin menga bu yoqmaydi. Men aynan o'sha ovoz qimillashini yaxshi ko'raman va ideal holatda yaxshi ko'raman men. Ana shuning uchun men yana bitta qadam qildim. Runwayga o'taman, lip syncni tanlayman, lip syncda videoda ovozini qimirlatishni qo'yaman, xullas. Mana bu yerga videoda o'zini qo'yaman, pastga mana shu videodan audioni olib, mana bu videodan audioni olib, audioda o'zini qo'yaman mana. Billur bilan kiyimlaringiz doimo yorqin oppoq, uyingiz esa yanada toza va xushbo'y tuyuladi. Mana natijasi uchinchisi. Billur bilan kiyimlaringiz doimo yorqin oppoq, uyingiz esa yanada toza va xushbo'y tuyuladi. Mana shunaqa gaplar. O'g'illar, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa, nayra jamoadamiz.